bittada sizlarning e'tiboringlar mana shu hol tortadi. Qaranglar, qanaqa chiroyli hol, gap bo'lishi mumkin emas. Mana qaranglar, patolog necha metr o'zingizlar kommentariyada bitta yozib ketinglar. Shu mana pastdan boshlab tepagacha 10x tosh qilingan va mana bu sizlar o'ylashingiz mumkin elektronli kamin deb. Yo'q, bu haqiqiy rostakazim olovda istalgan kamin bo'ladi. Juda ham chiroyli. Mana bu yoqda ham 10x toshlar ishlatilgan. Holni qaranglar, qanaqa katta, keng qilingan. Oila davrasida maza qilib o'tiradigan joy bo'lgan. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana marhamat hozirlarga setlarni yoqib ko'rsatib beraman. Bu yoqda oshxonamiz bo'lyapti. Oshxonamizni ham ko'rasizlar, juda ham akkuratni qilingan. Ayollarimiz ko'proq vaqtini o'tkazadigan, hammasi mana gaz plitalarigacha elektronli qilingan, juda ham brendoviy, qimmat va eng sifatli narsalar ishlatilgan. Qaranglar, bu yoq tarafda mana shunaqa skriti eshiklar qilingan. Bu yoq to'g'ri podvalga olib tushadi. Podvalimizda garderobni saqlangan. Bu birinchi podval, narigi podvalda hozir o'zingizlar ko'rasizlar. Ko'rasizlar, tosh qilingan, hammasi mana. Hammasi patsentniklar bilan qilingan. Bu yoqda qaranglar, oyna deyishinglar mumkin, hammasi mana garderob. O'zingizlar bitta baho berasizlar va gastivoy sanuzelga qaranglar, juda ham chiroyli qilishgan. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Даже sanuzelgacha tosh elementlarini ishlatishgan. Juda chiroyli. Xo'p, bu yoqda yana bitta kichkinagina kladovkacha bo'lyapti va birinchi yotoqxonamiz. Qaranglar. Birinchi garderobni esa mana o'zingizlar bitta baho berasizlar. Kirganda bittada odam ko'ziga tashlanmaydi, lekin mana shu shunday ochsanglar, katta keng garderobni bo'lyapti. Bu birinchi garderobni esa. Qani bitta o'zingizlar baho berasizlar. Mana yotoqxonamiz. Yotoqxonamizning orqasida mana shunaqa polchikalar bor, shkafchiklar bor va qaranglar. Bu yoqda ham mana shunaqa va bu yoq tarafda ham mana shunaqa kenggina garderob. Bitta yotoqxonada naqd ikkita katta garderob. Bunaqasi har doim ham ko'rurmisizlar va bu yoqda ham tosh elementlar ishlatilgan. Sanuzel bo'lsa bu yoq tarafida mana shunaqa marhamat dushovoy kabinani ko'rishinglar mumkin. Juda chiroyli, tanlov qilingan, juda chiroyli. Hamma narsa juda sifatli qilingan. Bu yoqda har bitta xonada aytib o'tgan 3 etaj полностью теплый pol va illiqlikni, xonani haroratini mana shu datchik orqali boshqarsanglar bo'ladi. Har bitta etajda Wi-Fi pol tepada o'rnatilgan. Ana endi sizlar bilan ikkinchi etajimizni ko'rib chiqamiz. Uyimizni qaraylik, ikkinchi etajga chiqar ekanmiz. Shundoq mana hamma joy ko'rinib turibdi. Ikkinchi etajimizdan video o'zingizlar bitta baho berasizlar. Qaranglar, hozir men sizlarga oxirigacha ko'rib tursanglar, bitta xonani ko'rsataman, o'zingizlar bitta baho berasizlar. Ikkinchi etajimizning birinchi yotoqxonasi ko'ryapsizlar. Kengina, kattagina, o'zini ichida sanuzellargacha akkuratni qilingan. E'tibor bersanglar, hamma joyda tosh elementlari ishlatilgan. Yotoqxonamizni ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli. Oynalari va aytib o'tgandek, bu yoqda ham terrasasi bor, kichkinagina. Hozir oxirigacha ko'rlik, juda ham qiziq bo'ladi. Ana endi sizlar bilan narigi xonalarni ham ko'rsataman. O'zingizlar ko'rib bitta baho berasizlar. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, bizning ikkinchi etajimizda uchun ajratilgan mana shunaqa yana bitta yotoqxona, o'zini ichida sanuzellar bilan birgalikda. E'tibor bersanglar, har bitta sanuzelda mana shunaqa oynasi bor. Har bitta sanuzelda juda ham chiroyli, juda ham keng. Bu yoqda mana bekitilgan garderoblargacha o'zingizlar bitta baho berasizlar. Juda ham akkuratni ish qilishgan, juda ham o'z ishini ustalari. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, qaranglar, koridorga qaraylik, kattalik. Endi bunaqa qo'yda turgandan keyin kech payt qorni ochib qolish bor. Pastga asnoviy oshxonaga tushmaysizlar. Mana sizlarga mini oshxona. Qaranglar, juda ham chiroyli. Va aytib o'tgandek, uyimizning eng katta xonasi. Bitta shu joyda like bosib qo'yinglar agar yoqsa. Qani bismillah. Yotoqxonani biri bo'ladi, mana. Qaranglar. Yotoqxonani rostakasimi bo'ladi. Mana shu yerda o'tirib televizorlar ham bor. Kitob o'qiyman desa joyligacha bor. Mana garderobni esa birinchi xonasi ko'rishingiz mumkin. Garderobning shuni yonida marhamat sanuzel. Sanuzellar ham kattaligiga bitta baho berasizlar. Bu yoqda vannalar qo'yilgan. Mana yotoqxonani o'zini ko'ryapsizlar, juda ham keng qilingan. Mana shu rakursdan bitta olib bersanglar, juda ham chiroyli. Shaxsan menga juda ham yoqdi va qaranglar. Mana shu yerdan shundoq verandaga chiqib ketsak bo'ladi. Qani bismillah. Mana verandani qaranglar.
qishin yozin o'tirsanglar bo'ladi. Bu yoq полностью теплый pol qilingan. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Niyat qilinglar, inshaalloh bitta like bosib qo'yamiz. Hammamizga mana shunaqa uylarda yashashlik nasiba ro'za aylasin. Endi qolgan podvalga tushib, podrobniy ko'rsatib beraman, chunki podval juda ham ko'p xonalari bor. Prachniy xonasi bor. 5-6 ta xonalar bor. Endi bunaqa uyda katta uy turgandan keyin обязательно ko'p xona bo'ladi. Va asosiysi bu yoqda spa zonani o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Niyat qilib inshaalloh bitta like bosib qo'yamiz. Hammamizga mana shunaqa faizli xonadonlar nasiba ro'za aylasin. Agar sizlarga bu uyimiz yoqqan bo'lsa, kimga bu uy ravo ko'rsangiz, o'sha insoningizga tez jo'natib qo'ying.